Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan bobo dehqonlar. Bugun 30-iyun sanasi 2026-yil. 30-iyun sanasida o'zimizning bog'imizdan videorolik qilyapman. Toyfa uzumlarimizning Xorazmdagi hozirgi holati. Xorazm viloyatida toyfa uzumlarining hozirgi holatini ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rishingiz mumkin. Donlarining yirikligini, boshining qanaqaligini ko'rasiz. Qiziqqanlar uchun mana ko'rishingiz mumkin. Bizning bog'imizdagi toyfa uzumi hosildorligi qanaqa, qiziqqanlar uchun ko'rasizlar. Mana video syomka qilyapman shuning uchun. Mana hosildorligi oddiy xoda ko'mib, sim tortganmiz. Shunday qilib ko'tarib qo'yibmiz bularni. Mana ko'rishingiz mumkin. Toyfa uzumining Xorazm viloyatidagi 30-iyun sanasidagi holati. Deyarli oydiyum kasalligi yo'q bizning uzumlarimizda. Bu bog'imizda yo'q. Boshqa bog'imizda bor. Mana shu bog'imizda deyarli yo'q. Chunki uning sababi o'zimcha o'ylayman. Oldinroq oydiyum kasal tushmasdan oldinroq dorladik bu bog'imizda ishlov berganmiz oydiyum kasalligiga qarshi. Shuning uchun bu bog'imizga oydiyum kasalligi unchalik tushmadi. Deyarli yo'q. Oydiyum kasalligi tushgandan keyin dorilagandan ko'ra, unga qarshi ishlov bergandan ko'ra, tushmasdan oldinroq ishlov bersangiz, mehnatingiz ham kamroq bo'ladi. Oydiyum kasalligi tushmaydi ham. Tushgandan keyin yo'qotib bo'lmaydi, faqat to'xtatish mumkin, to'xtatish. Oydiyum kasalligi faqat to'xtatish mumkin, tushgandan yo'qotib bo'lmaydi. Tushmasdan oldin dorilasangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Tushmaydi-da, kam dorilaysiz, mehnatingiz kamroq bo'ladi. Mana novdalarda ham deyarli yo'q oydiyum kasalligi. Bir diyorim chiqib qolmasa, deyarli yo'q. Mana endi bularni biz narxlarini qirqib yuribman. Bu yil oldinroq qirqyapman. Yilda avgust oyida buning narxlarini qirqardim. Bu yil oydiyum kasalligi tushishdan qo'rqib oldinroq ochyapman. Havo ham salqin. Mana hozir bu xatoni so'nggi marta dorilashga tayyorladik. Mana bu xatoni bo'lsa, endi ochamiz. Mana shu qattiq bo'layapti bu. Endi ochamiz. Mana bu tagini o'tini o'ramiz. Mana bunaqa hech qanday apparatda emas, mana shunaqa angalda qo'limizga qo'llik kiyamiz, kesib olmaslik uchun. Mana shu o'tlarni o'rib, tagini tozalab, mana bu narxlarini kesamiz. Albatta juda ham ochib tashlamaymiz, kun olishi mumkin. Shuning uchun mana shu yo'llardan kesamiz. Nega deganda mana novdalar o'sib, yerga tushib yotibdi, qoproq bo'lmasligi uchun, havo aylanish uchun majbur kesyapmiz. Mana uzumning holati. Mana salqinda mazza qilib turibdi uzumlar. Ko'rishingiz mumkin. Bularni endi novdalarini, mana bu novdalarini qirqib, o'tlarini o'rib, so'nggi marta oydiyumga qarshi strobis yapamiz. Qiziqqanlar ko'rishingiz mumkin bizning uzumlarni. Mana oftob urgan joyi. Mana bu yerlar urmagan oftob. Xorazmdagi toyfa uzumining hozirgi holati 30-iyun sanasidagi. Endi o'tlarini tozalab, novdalarini kesib, ochib chiqyapmiz. Yo'llar dorilashga tayyor. Mana bu xatolari ham tayyor bo'lgan dorilashga. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz.